Bu bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zida. Eng yaxshi utuqlarimiz o'tmishimizda qolmasligi kerak. Yashash go'zal, shirin tushlar uningdimi go'zal. Ammo hammadan go'zal bo'lgani tushdan uyg'onib, uni reallikka aylantirish uchun kurash qilish. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Ushbu terminlarni Tavfiq Ma'arif tarbiyalash markazi alohida talab qilgan. Men shuningga ishonamanki, odam hayotlikning ahamiyatini, uningga berilgan ma'noning qayerda ekanligini bilish kerak. Chunki navoda topa olsangiz, siz barliq energiyangizni qo'yib bera olasiz. Agar siz nemishqa bu dunyoga kelganligingizni bilmagan bo'lsangiz, undaqda nishoningizni izlab beqishingizni tavsiya qilaman. Hayotingizning ma'nosi nima? Siz orzuyingizni ishga oshirish uchun har kun qanchalik vaqt sarf qildingiz? Endi hayotingizga astoydil nazar seping. Qarang, siz qilganlik ishda hayotning ma'nosi chaqnayotidi. Mayli nimani tanlagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizcha qonunni ishga oshirishingiz kerak. U dal sizning qanday odamga aylana olishingizni belgilaydi. Tanlash hammani belgilaydi. O'y hammani belgilaydi. Shu tap siz o'zingizdan so'rab beqing. Siz hozir o'zingiz qilayotgan ishdan rozimi? Bu sizning kutganlaringizmi? Texmi yaxshisi bo'lsgan damsiz. Siz kayningizda yoki qalbingizda texmi qoltis bir dunyoning sizni saqlayotganligiga ishonamsiz yo'q. Bu dal sizning bu yerda yashashingizning sababi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.